Assalomu alaykum ahli. Mana bizda yağmur boshlandi, 2 kundan beri yağmur. Biz shu bahona chopib qolyapmiz. Yerda ildizlar kislorod almashishini yaxshilash uchun anchadan beri chopib qo'ymoqdi. Va o'tlar bosib ketdi yerda, begona o'tlar. O'rtasi ochiq bo'lgani uchun. Mana ahvoli yerda qaynab qolgan. Ko'pinlarimiz pishishda davom etyapti. Hozir 2 kunda bir terilyapti. Avval chirizdan edi. Mana kechadan oldin terilgan. Yog'asi ertagacha qizarib qolar. Kun salqin bo'lganiga sirazu tashlardi. Havo harorati hozir 12-13. Kechqurunlari 8 ga tushyapti. Kunduz kuni 14-15 bo'lyapti. Ahvol. Chopib qilib 2-3 kundan keyin oziqa beraveramiz. Hali namlar ko'tarilgandan keyin. Ertaga xudo xolasa terimdan yana video tashlayman. Qoplanlarimiz. Ko'rgan bo'lsangiz barglari yiri katta bo'lgan. Qishda bunaqa bo'lmasdi. Bu barglar kun issiqqa bahorga shuni hisobiga yiri bo'lgan. Chopiqdan keyin mana bu o'tlar hamma begona kerakmas bo'lgan yerdagi narsalar hammasini yig'ishtirib olamiz. Ko'pinlarimiz kun salqin bo'lganda qulupnaylar kattaryapti. Kun sig'iriga qulupnay kattarmasdan mayda pishib qolayotgan. Kun issig'i ham juda ta'sir bor ekan. Ma'tadil havo bo'lsa, ta'miga ham, kattarishiga ham ancha yordam qilar ekan. Koreyskiy sulxan bu salqinda pishadigan narx ekan. Qancha salqin bo'lsa, shuncha shirin bo'lar ekan qulupnay. Issiq bo'lgan sari sho'rlashib ketaverar ekan.